Agar yaxshi tasarruf qilinsa, hamisha yetarlicha vaqt topish mumkin. Yogan Gyote. Hech kimda ko'proq yoki kamroq vaqt bo'lmaydi. Barchamizga vaqt teng berilgan. Ammo ko'pchiligimizda vaqtdan unumli foydalanish muammosi mavjud va uni to'g'ri rejalashtirishni bilmaymiz. Bu esa insonga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Siz vaqtingiz qanday o'tib ketganligini va kun davomida hech narsaga ulgurmay qolganingizni sezmay qolasiz. Bunday holatlarni oldini olish uchun biz sizning vaqtingizni boshqarishning 7 ta qoidasini taqdim etamiz. Vaqtingizni boshqarish uchun foydali maslahatlar. Daftaringizga vaqtingizni o'g'irlaydigan narsalarni yozing. Agar siz vaqtingizni keraksiz narsalarga ko'p sarflayotgan bo'lsangiz hamda muhim vazifalarni bajarish uchun yetarli vaqtingiz bo'lmasa, bu holatni qaytadan ko'rib chiqib, uni o'zgartiring. Doimiy ravishda o'z ustingizda ishlang. Barchamiz uchun murakkab holat bu o'z ustimizda ishlashdir. Har doim ham diqqatni bir joyga to'plab, biron bir ishni bajarishni o'zi bo'lmaydi albatta. O'zingizda foydali ko'nikmalarni shakllantirish uchun bir oy davomida shu ish bilan muntazam shug'ullansangiz, u odatga aylanadi. Agarda o'z ustingizda ishlash ko'nikmasini shakllantira olsangiz, har qanday to'siqlarni bemalol yengib o'ta olasiz. Kun, hafta, oy va yil uchun ishlaringizni aniq rejasini tuzing. Bunday reja va bajarilishi shart bo'lgan vazifalar ro'yxati yordamida siz ko'p vaqt sarflanadigan ishlarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqib, ayni vaqtda hamda keyingi rejalashtirilgan ishlarni aniqlash mumkin. Kitob o'qing. Siz istalgan joyda, navbatda, jamoat transportida, tabiatda kitob o'qishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki sevimli kitobingizni o'zingiz bilan birga olib yurish kifoya. Ishni tasodifiy tarzda tanlang. Har safar bo'sh vaqtingiz paydo bo'ldi deguncha, rejalashtirilgan ro'yxatingizdagi biron bir vazifani tasodifiy tarzda tanlang. Bu tez qaror qabul qilishga yordam beradi. Dangasalik bilan kurashing. Shuni yodda tutingki, siz o'tkazib yuborgan vaqt hech qachon qaytib kelmaydi. Vaqtingizdan beunum foydalanmang. Befoyda o'tkazilgan vaqt bu kelajagingizga yomon ta'sir ko'rsatadi. Foydali ishni zavq bilan bajaring. Uyingizni tozalashingiz kerakmi? Odatda dam olish kunida tozalashni eng yoqimli mashg'ulot deb bo'lmaydi. Agarda tozalash paytida sevimli qo'shig'ingizni tinglab shug'ullansangiz, ishingiz ancha maroqli kechadi. Yodingizda bo'lsin, o'z ishlarini keyinga qoldiradigan insonlar hech qachon muvaffaqiyat qozonmaydilar.